Xorazmda basseyn eng arzon optim yerlardan biri neda? Hozirgi videoda sizlar bilan shuni birga ko'rib chiqamiz. 105 sm, 76 sm chuqurligi bo'ladi ekan do'stlar. Bahosına keladigan bo'lsak, 600 ming so'mdan sotilgan, skidka narxda 525 ming so'mdan xarid etsangizlar bo'ladi. 168 sm, chuqurligi 46 sm bo'ladi. 305 ming so'm sotilgan, hozir 255 ming so'm. 3.05 metra, 1.83 metrni tashkil etadi. Chuqurligi 56 sm bo'ladi. 730 ming so'm. Kattasi kerak deyarli uchun 4.5 metra, 2.2 metr, chuqurligi 84 sm bo'ladi. 2.5 million so'm sotilgan, aksiyada buni naqd 2 million so'm. Albatta bu Intex brendini konstruksiyali basseyni bo'ladi. Shu basseynimizni xarid etsangizlar, suvni tozalab, go'ng-go'ng ketadigan ishning vositani qo'shib beradilar. Ularning tabletchalarini bepul qo'shib beradi ekanlar. O'rdakcha suv balonchikini mut qo'shib beradilar. Suv tengida suzsa bo'ladigan ochkini ham bonusini ichi basseyna qo'shib beradi ekanlar. O'zini filtr ham gap chiqadi, ya'ni ichina suvni bemalol filtrlab o'tirishingiz mumkin bo'ladi. Filtrning ko'rinishi bo'lsa, shunday holatda bo'ladi. Avval 3 million so'mdan sotilgan bo'lsa, 2 million 700 ming so'mdan beriladi. Buni aylanasi 3.05 metr bo'ladi, chuqurligi 1 metr bo'ladi. Videoni basseyn yo'q danışlara tarqatamiz. Manzil Urganch tumani, ya'ni Ray Centerdagi Urganch Uner Magi.